Assalomu alaykum. Ta'lim va tahlil dasturi yana efirda. Metodik impuls va tajriba safari loyihasi qizg'in davom etmoqda. Hududiy markazning katta o'qituvchilari Dildora Rabbanayeva va Dilfuza Nurmanovalar Oqdaryo tumanidagi 20-umumta'lim maktabida boshlang'ich ta'limda 5E modelidan foydalanish mavzusida seminar va mahorat darslarini tashkil etishdi. Hozirgi lavhamiz ushbu mahorat darsi haqida. Kitobxonlik haftaligi doirasida Pushkin nomidagi Samarqand viloyat axborot kutubxona markazida Samarqand viloyat pedagog mahorat markazi o'qituvchilari Durdona Yunusova va Mavjuda Nigmatovalar tomonidan qiziqarli kutubxonada nomli ekskursiya tashkil etildi. Mutaxassislar kutubxonadagi sharoitlar, kitoblar va elektron ma'lumot bazalari haqida qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etdilar. Ekskursiya davomida o'qituvchilar o'z savollariga javoblar olib, kutubxona faoliyati haqida o'z fikrlarini bildirdilar. Fotonikohda ta'lim va tahlil dasturi. Siz ta'lim va tahlil dasturini tomosha qilyapsiz. Oqdaryo tumani 47-maktabning 6-sinfida pedagog mahorat markazining katta o'qituvchisi Muhayyo Yaqubjonova rus tili fanidan mahorat darsini qiziqarli tarzda tashkil etdi. Shuningdek, metodik impuls va tajriba safari loyihasida hududiy markazning o'qituvchisi Sevara Yo'ldosheva Samarqand shahridagi 15-maktabda boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun ona tili darslarida sifat so'z turkumi mavzusida mahorat darsini tashkil etdi. Hududiy markazning xotin-qizlar bo'yicha mas'uli Muhayyo Yaqubjonova, navbatchi Muhimur Yo'ldoshevalar, tinglovchilar turar joyda xotin-qizlar bilan davra suhbati o'tkazishdi. Siz ta'lim va tahlil dasturini tomosha qildingiz.